Boshingiz aylanib, qoningiz kamayib ketdimi? Agar shunday bo'lsa, bunga chek qo'yamiz. Uy sharoitida hech qanday ximikat dorilarsiz davolasa ham bo'ladi. Bozorlarda 1 litr falon pul bo'lgan tilli tushonkani bugun uyda o'z qo'llarimiz bilan tayyorlaymiz. Tilni yaxshilab yuvib tashlaymiz va qaynoq suvga 10 daqiqaga o'tib qo'ysak, po'sti mana shunday osongina ko'chadi. Tozalangan til go'shtini bo'laklarga bo'lib, katta-katta qilib kesib olamiz va kesilgan go'shtlarni bankalarga birin-ketin joylab chiqamiz. Bitta molda tilidan menda 3 ta 750 grammli bankam liq to'ldi. Go'shtlarni birin-ketin bankaga terib chiqib, tuz, murch, lavr bargi solamizda qopqog'ini yaxshilab yopib qo'yamiz. 1 gram ham suv qo'shilmaydi va mantiqa qonga muzdek suv quyib, ichiga bankalarni qo'yib 3 soat qaynatdik. 3 soatdan keyin 1 litr suv bilan xil-xil bo'lib, tushonka bo'lib go'shtlari pishib chiqdi. Bu taomni siz bir marta bo'lsa ham tayyorlab yeb ko'ring. Qoningiz ko'tarilib ketganidan o'zingiz hayratda qolasiz. Taom barchaga shifo bo'lsin, ibodatlarga quvvat bo'lsin.